Assalomu alaykum. Biz sizlarga yuqorida xabar berganimizdek, arab tilida so'z boyligi bo'yicha qo'llanma qilayotgan edik. Siz to'g'ri topdingiz, ushbu qo'llanma Miftah kitobi asosida tuzilgan va Miftah kitobini A1 dan tortib B2gacha terib chiqilyapti. Va sizga avvalroq xabar berganligimizda video darsligi yo'q edi. Shunga video darslik qo'shildi chap tarafida. QR kodni qo'yadigan bo'lsak, mana QR kodni skaner qiladigan bo'lsak, video darslikka kirib ketasiz va aynan ushbu so'zlarni, demak, iste'moldagi holatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Va bundan tashqari yana bir yangiligi bor. Chap tarafdagi QR kodda demak video darsligi chiqadi, o'ng tarafda esa yana bitta QR kod turibdi. Bu nima deydigan bo'lsak, buni hozir ko'ramiz buni ham. Bu test bo'ladi. A1 kitobi asosida, masalan, bu yerga o'zingiz qandaydir bir ismni kiritasiz va bosasiz. Bosganingizdan keyin o'sha darslik bo'yicha testlar kelib chiqadi va har bir testga turli xil savollar tuzib berilgan. Bu savollarni ishlaysiz va submit tugmasini bosadigan bo'lsangiz, demak, siz natijangizni bilib olishingiz mumkin. Eng pastda esa vaqt belgilab qo'yilgan, testlarni xotirjam ishlamasligingiz uchun vaqtga qarab ishlashingiz mumkin. Bu juda ham katta qulaylik bo'ladi. Bu boshqa tillar ham kerak bo'lsa havas qiladigan qo'llanma bo'lmoqda. So'zlarni demak tarjimasi, unga bir namunaviy gap va o'sha gapning ham tarjimasi va chap tarafda video darsligi va o'ng tarafda testlari bo'lishi kutilmoqda. Endi so'zlarni birinchi yodlab bo'lganingizdan keyin, demak, video darsini ko'rsangiz, amalda ham qo'llanishini ko'rasiz va o'zingizni yodlab bo'ldingizmi, yo'qmi, shuni tekshirishlik uchun esa testini yechib chiqasiz. Shu bilan bu so'zlar sizni xotirangizda qoladi.